Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilik oyoq kiyimdan ko'rsating deb kommentariy yozishdi. Qishki oyoq kiyimlar assortimenti juda ko'p chiqqan. Mana bu do'kon juda ham zo'r, sifatli mollarni chiqarishadi. Kattaligini qaranglar, assortimentlar juda ham ko'p. Mingta desam ko'proq ham aniqini ayta olmayman, bilmayman to'g'risi. Oyoq kiyim, muz ko'lanki bu tarafda bor. Ayollarniki bu tarafda, sumka, hammasidan vibrlar juda ko'p do'konda. Hozir sizlarga bitta ko'rsatib o'taman qo'limdan kelgancha. Mana bu tapichka ko'p sotilyapti hozirgi kunda. 36-40. 36 bitta bo'ladi, 40 bitta bo'ladi. 37 ikkita, 38 ikkita, 39 ikkita serisi 8 talik bo'ladi. Xohlasangiz bu serisini 10 talik qilsangiz ham bo'ladi. Uning uchun alohida zakasno bo'ladi. Narxi o'zgaradi. Lekin mana shu do'konning narxi 12 dollar. Biza $1 o'sloganimiz bor, ko'pchilik biladi. 13 dollar bo'lib, kargosi alohida chiqadi. Bunisi 14 dollar. Mana ko'p savdogarlarimiz O'zbekistondagilar shu yerdan mol olishadi. Tovarlari zo'rligi uchun, keyin sifatligi uchun %100 tovarlari bularni zakazga tayyorlab berishadi. Tayyor mol qo'llarida bo'lmaydi. Hammasini zakasini qilib olib kelib berishadi. Mana $42 do'konda yozilgan narxlari bular. Firma Rovigo olganlar bo'lsa kerak, o'zimizda ko'pchilik biladi Rovigo qanaqaligini tovarlarni. Mana shu ham yaxshi zamochkali. Mana buni bitta qo'llab qo'ying ekan. Ichi mexliligi. Yo'q, mexmas ekan ichi. Ozgina bor ekan, unaqa ko'p mexmas. Mana bu makronni o'tgan hafta oldik shundan. 42 dollar. 33-44. Aytdim, o'sha 10 talik seriyaligi ham bor ichida. Mana shu krossovka o'tgan yil ko'p sotdik bundan ham. Narxi $300 turibdi. Mana bunday bo'ladi, zakazga berishadi, zakaz keladi. Hozir bu yerda mana shu tarafga zakaz qilishgan. Mana bu yerda rasmiyda turibdi mana. Mana shu tarafga. Narxi mana $15 dan 8 ta. Ugi, ko'pchilik ugi so'radi. Ugini har xili bor. Arzoni ham bor. Bunda arzoni ham bor. To'g'risi $11 ham bor. Lekin sifat borasida farqi bor anchagina. Yaxshisini oling, adashib qolmang. Hozirgi tapichka bu. Mana $15 narxi. Ko'ring, zo'r narsa. Ishlari ham zo'r chiqqan. Mana assortiment ranglari. Mana razmerlar, narxlari bir xil kelyapti hammasi. Buni ham ichidan yopishtirib qo'yishgan. Bunisi $16. Buni mana hisobiga, ustida toshi borligi hisobiga. Toshi borligi uchun narx farqli. Bu tarafda umuman boshqacha modellar bo'ladi. Mana boshqasi balandroq xohlaganlarga. Ben diyelim, ben askerlik almaya bak. Ben sana diyeyim. Buna narxi $39. Razmerlari 35-40. Xohlasangiz buni 36-40 qilsangiz ham bo'ladi, 8 talik qilib. Buning uchun do'konga aytiladi. Zakasni qiladi spitsani.
$50 bu. Uslugasida 50 ga yaqinlashib qoladi. Bu aytayotgan narxlarim hammasi do'konda turgan narxlari. Mana bunda bordo, sini bor ekan xolos. Bordo bilan qora rangi bor deyishdi xolos. Mana shundan ko'p sotdik. Ko'ringlar, narxi ham qulaygina $34, $36.40. Yaxshi narsa. Buni 3 xili bor. Mana lakroligi tup qorasi, bu yerda bunda ishlangan. Keyin bu lakrol o'zi hamma yo'q lakrol bo'ladi. Mana manti rezinli bo'ladi. Bunisi zamshli bo'ladi. Mana nimalar ham bor. Buni narxlari mana $39. Mana bunaqa to'pli so'raganlarga $29, $32, $36. Savdo boshlayman deganlarga men tavsiya qilaman, doim tavsiya qilganman, shu do'konning tovarini olinglar. Biz umuman bu do'kondan jalba eshitmaganmiz. Tovarlar yaxshi chiqmadi, sifatsiz ekan, razmeriga tushmadi degan gaplarni eshitmadik shu kungacha. Inshaalloh bundan keyin bunaqa holat bo'lmasin. Ishlab chiqaruvchi biz emasmiz, biz sotuvchi. Bular yaxshi narsa chiqarishgan shu kungacha. Bundan ma'lum shunaqa ishlashni xohlab qolamiz. Chunki biz mana bunday va'da beryapmiz hammaga. Bular nima desa o'shanda degancha aytamiz. Lekin sinovdan o'tgani uchun, o'zimiz qo'limizdan o'tganicha shu kungacha sinovdan o'tgani uchun aytdim. Hozir bilan sezon o'tdi, lekin ko'rsatuvchim sababi baribir qish tugaydi, bahorga chiqamiz. Yana to'ylar bo'ladi, shunaqa holatlar keladi. O'zingiz uchun zametga qilib qo'ysangiz 7-24 aloqadamiz. Yetkazib beramiz. Bu modellar qayta-qayta повтор davom etadi. Bundan zo'rlar ham chiqadi. Do'konning endi 3 dan 1 qismidaman. Inshaalloh hammasini obzor qilib beraman oxirigacha. Ko'ring, narxlari ham $18. Bu ham $18. Bunisi ham shunaqa $36.40. Bunisi $14. Mana $14. Mana $15. Yaxshi narsa bu. Buni lakroligi ham bor ekan. 3 xil varianti bor ekan. Lakroligi, bu zamnis aralashgan lakroligi mana. Bu ham $15. Endi mana hozirgi qishki anaqada sotiladigan tovarlar. Bu ko'p sotilgan bu narsa, ko'pchilik biladi buni. Kiyibgan ulgurdi. Yaxshi narsa bu ham. Mana narxi $36.40, $9. 3 xil rangi bor. Mana zamish bo'ladi bu yo'llari. Bunisiniki ham mana toshli hamma yo'q. Keyin mana bunisi ham bor. Narxlari $20 buni. Bunisi zamish bo'ladi, bunisi kojinli bo'ladi, mana bunisi. Mana bunisi lakrolli. Keyin bundan bu ham ancha bo'lib chiqqan ekan, lekin yaxshi sotilgan narsa. Narxi ham qulaygina $20, $36.40.
Ko'ringlar. Bu ko'rsatayotganimni aytib o'taman. Hammasining ustida $1 bizani uslugamiz bo'ladi, mehnatimiz. Biz do'kondan olib, sotib, olib borib, tovarni tekshirib, sifatiga javob berganimiz uchun, yig'ganimiz uchun $1 xizmat haqqimiz bor. Shuni hisobini olib zakaz qilaverasizlar, savdogarlar. Bu ko'rinishi gabard bo'lgan bilan yengil qo'limdan og'ir tushmaydi. Narxi yo'q ekan. İçine vuruş kerak. Yo'q, ichiga yopishtirishmabdi. Bunisi da bor ekan. $17. Mana shu narsa. Bu rangi bor. Mana bu rangi bor. Bu rangi bor. Hammasi zakazga bular. Kiyimani poshliklari narxlari $18. Mana boya ko'rsatganimni boshqachasi. Ko'p sotilgan o'tgan yil shu model. Bu yil yana favtor bo'lyapti. Yaxshi narsa bu. Kargosi og'ir chiqmaydi, yengil chiqadi. Mana bunisi ham yengil, juda ham zamish bo'ladi bu. Keyin buni lakronisi bor. Kojini degani. Lakronisi bu tarafda turibdi mana. Biron taraf. Kallicha. Ozgina anaqasi o'tdi bularni, lekin yana favtor bo'ladi bular. Modaga kiradi. Sezon o'tib qoladi. Mana bunlar hozirgi yangi modellar bular. $42. İçi mex, visfoz mex. Hatto lakroni bo'ladi. Mana shu material bu yil modaga chiqdi. Marka firmadan juda ko'p qo'llanishyapti shundan. Sal og'irroq, lekin yaxshi narsa, mustahkam. Poshnalari ham zo'r ishlangan ko'ringlar. $6. Bitta do'konni to'ldirishga yetarlicha oyoq kiyim assortiment bor bu yerda. Olaman desangiz, faqat yosh bolalarniki yo'q, lekin ayollarniki, erkaklarniki yetarlicha bor. Bu yo'q erkaklarniki. Klassik ko'p ishlangan bunlar. Dona yo'q, dona so'ramanglar iltimos.
Bizden %100 tovarlarimiz hammasi seriyali tovarlar. Dona sotmaymiz. Bizga ham dona sotishmaydi do'konchilar. Mana bu ham $34. Juda zo'r. Ko'ylak 3 ming. Do'konni kattaligi ko'ryapsizlar. Zakazlarni kutib qolaman. Savdo boshlamoqchi bo'lganlar aloqaga chiqinglar. Hammaning ishiga omad, savdosini, barakasini bersin. Kuninglar xayr, yaxshi o'tsin.